Bugun sizlar bilan uzoq kutilgan back to school video, ya'ni bu maktabga tayyorlanish emas, universitetga tayyorlanish. Chunki men maktab bitirganman. Biz kecha obedda chiqib ketib, kechqurun qaytib keldik 9:30da va adashmasam 4 ta magazin aylandik, lekin shunga yarasha hech narsa topa olmadim. Okey, hozir bugun sizlar bilan olgan narsalarimni raspakovka qilamiz. Raspakovka uchun shuncha narsa bor. Hozir boshlaymiz bitta-bitta. Bu paketdan boshlaymiz. Bunda hammasida oyoq kiyimlar. Birinchi bo'lib bu mana rosa 4 ta magazindan qidirib oxiri olishga qaror qilgan formam. Birinchisi bu shunaqa nimcha oldim. Kalta nimcha olgim kelmadi. Xuddi maktab qizlaridagi kichkina qizlarga o'xshab qoladigandek tuyuldi. O'shaning uchun sal uzunrog'ini oldim. Bu chunki yubkalar bilan ham, shimlar bilan ham yaxshi ketadi. Tugmalari обычный, shunaqa ishlangan. Tugmalari oddiy va orqasida shunaqa korseti bor. Buni razmeridan ham o'zimga zo'rg'a topdim. Bitta dona qolgan ekan. Buni shimi orqasi shunaqa rezinkali, oldi shunaqa tugma zamochka и fasoni bunaqa. Bu xullas pasti kengroq turadigan shim. Menda pulni klassik shimam bor. U kostyumim bilan kiysam bo'ladi, buni nimcha bilan ham kiysam bo'ladi, и koftalar bilan ham kiysam bo'ladi. Qizlar bizda keyingi paket. Buni men kecha mayda-chuyda narsalarni kecha oldim va o'tgan hafta bozorga tushib olgan narsalarim. Men shunaqa rangdagi shim oldim. Bu korичневый qanaqadir yog'och rang. Bunda shunaqa обычный klassический shim. Bizda universitetda adashmasam formaga jigarrang, kulrang, qora, oq va temniy siniyga ruxsat berishadi. Chunki bu rang-barangli narsa emas. O'shaning uchun olurdim. Menimcha ruxsat bersa kerak. Forma talab qilinmasa kerak. Ko'ramiz. Kecha 4 ta magazinni qidirib, bir 10 taga yaqin koftalar, oq koftalar kiyib ko'rdim, lekin hech qaysi biri menga stili va razmeri to'g'ri kelmadi. Bitta yoqqan kofta bo'ldi. U ham bo'lsa, yengi sal uzunroq ekan. Yengi uzun bo'lgani uchun olgim kelmadi. O'zimda bitta poloskali ko'k kofta hamda oppoq обычный oversize kofta bor. Menimcha bo'ldi, boshqa kofta olmayman, chunki o'zimga yoqadigan koftalarni topa olmadim va kofta kerak emas deb o'ylayman. Va men shunaqa oddiy обычный futbolka oldim. Nima deylardi? Top oldim, shunaqa. Oddiy. Buni ko'proq mana shunaqa kostyumlarni ichidan kiyishga koftadan ko'ra bu qulayroq. O'tgan ham shunaqa olgan edim. Buni shuning uchun oldim. Birodar baletkani obzor qilib ketaman. Bu mana bunaqa hozir juda ham trendga chiqqan. Chanel'dagi trendga chiqqan edi, lekin menda hammasida Chanel'da Mamutda logotipi bo'lgani uchun yoqmagan edi. Mana shunaqa Zara tufli oldirdim. Bunda hech qanaqa logotipi yo'q va o'zim yoqtirgan fasonda. Sizlarga katta ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin razmeri o'zimning razmerim va mana bitta обычный oddiy banchikchali baletka. Xullas bu mana bunaqa oddiy shim. Buni ham menga fasoni juda ham yoqib qoldi va uzungina, zo'r turadi. Buni maskala oldim. Bu birinchi pudram. Birinchi marta pudra oldim, chunki yuzimga tonalka yoki kremlar, SPF'lar sursam yuzimda yaltirab qoladi va bu yaltirab qolgan oyimga yoqmaydi. O'shaning uchun menga yoqadi, lekin oyimga yoqmaydi. O'shaning uchun yaltirashini yopish uchun shunaqa yangi chiqqan brenddan, CC Love Rayhon degan brenddan pudra oldim. Buni mana xullas shunaqa pudra oldim.
Keyingi paketimda buni ham MM-shopdan topdim. O'tgan yili ham maktab formalarimni MM-shopdan olgan edim. To'g'riroq kostyum shimimni MM-shopdan olgan edim. Qidirib, bu safar ham qidirib nimcha bilan shimimni MM-shopdan oldim va krossovkani ham 4 ta magazindan qidirdim. Hosiliga men mana bunaqa krossovka qidirdim, lekin sifatlisi, ya'ni hech qaysi magazinda yo'q. Qimmat joyiga qarasanglar, arzon joyiga qarasanglar, hech qaysi joyda bunaqa oppoq, xuddi men xohlagandaqa krossovka topolmadim. Mana o'zi oyim ko'rib qoldilar. Oyim ko'rgan ekanlar. Men bo'ldi krossovka olmayman, keyingi safar olaman deb turgan joyimda men bunaqa krossovka ko'rib qolibdilar. Kiyib ko'rganimda juda ham udobniy, baloron bo'lganligi uchun shu krossovkani oldim va bu klassik shimlar bilan ham juda ham zo'r turar ekan. Va juda ham udobniy. Baletkalar oldik. Mana bunaqa baletka oldik. Juda ham udobniy, zamshniy variant. Bagati ko'rinadi, juda ham chiroyli. Bu korичневый rang. Uni oyim o'zlariga oldilar. Men boshqacha rang oldim. Men mana bunaqa to'q ko'k rang, ya'ni temный синий rangda oldim. Oyoqga kiyganinglarda, yubkalar bilan, shimlar bilan kecha men kiyib ko'rdim. Juda ham zo'r turar ekan. Shunaqa zakopkalar oldim. Kutilgan Back to School'ni universitet versiyasi tugadi. Ya'ni bu Back to University bo'lmaydi, chunki men universitetga endi kiraman, endi boshlanadi. O'shaning uchun bu Back to School universitet versiyasi. Agarda bu video sizlar kutganchalik yaxshi chiqqan, sifati yaxshi bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib ketinglar va menda bitta ideya bor. Agarda biza o'qishim boshlangunicha 2000 ta bo'lsa, ya'ni 2K bo'lsak, men universitetning birinchi kunidan video olmoqchiman. Ya'ni bu menga universitetning birinchi kuni men uchun juda ham qiziq, sizlar uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Va men o'sha kuni universitetda birinchi kundan video olaman. Agarda biza o'qishim boshlangunicha 2000 ta bo'lsa, va menda juda ham ko'p ideyalar bor, ya'ni kitoblar haqidagi revyuizmlar, abituriyentlarga maslahat, maktab o'quvchilariga maslahat va yana shunga o'xshagan bir nechta qiziqarli va falsafaga oid bo'lgan mavzularni qo'yib bormoqchiman. Agarda sizlarga shunaqa mavzular qiziq bo'lsa va meni kanalim sizlarga yoqqan bo'lsa, menga albatta obuna bo'lishni unutmanglar va mana shu videoning tagida like bosib, o'zingizlarni eng yaxshi izohinglarni qoldirib ketsanglar juda ham xursand bo'lardim. Va mana maktab formalarimdan, universitet olgan formalarimdan qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shani yozib ketinglar. Sizlardan ko'rishguncha xayr.